Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qimor qaramligidagi insonlar shu o'yindan chiqishda, o'yindan tark qilishda harakat qiladi va o'yindan to'xtatishadi, o'ynamay yuradi anchadan beri. Ularda oldida katta muammo chiqadi. Ya'ni kreditlar. 90% inson kredit olib, kreditdan olingan pullarni qimorda yutkazib yuboradi. Soniyalar, soatlar ichida yutkazilgan pul har oy to'lov muddati kelganda ularda muammo chiqishni boshlaydi. Bank xodimlarining telefonlarini to'xtovsiz telefonlar bo'lishidan xavotirga tushgan qimorvoz shu pullarni vaqtida qo'yish uchun, uydagilar bilmasligi uchun, yon atrofdagilar bilmasligi uchun o'sha men bittada shu qarzlarimni yopaman deb yanadir kimdandir qarz olib qimor olamiga kiradi, qimor o'ynashni boshlaydi. Vaholanki u qimor o'ynashni to'xtatgan bo'ladi bir nechta oy, o'ynab yurgan bo'ladi va shu bank xodimlarining telefonlaridan keyin ularda yana vahima, stress boshlanadi-da, bir marta shu yutib qoplab hamma qarzimni yopaman deb yana kimdandir katta summa oladi-da, o'ynaydi, yutkazib qo'yadi. Bu aylana ichida yuraveradi qimorvoz. Qimorvozlar qo'rqoq bo'ladi. Chunki ular tan olishdan qo'rqadi, muammosini yashirishga harakat qiladi. Uyimdagilar bilsa nima bo'ladi deb vahimada o'zini o'zi aldab yuraveradi. Sizni tan olish vaqtingiz keldi. Hozir tan olmasangiz kech bo'ladi. Buni oqibatlari qarzdorlik botqoqi summalar kattayib boraveradi va bu yoqda sizda yana katta muammolar kelib chiqadi. Oilaviy muammo kelib chiqadi, pulingiz tugaydi, oila munosabatlari buziladi, ota-onalar bilan bir munosabatlar buziladi. Bu narsani tan olib, xulosa qilib, shu o'yindan chiqsa bo'ladi. Profil shapkada Telegram gruppamizning silkasi bor. Telegramga qo'shiling, muloqotda bo'ling, fikr almashing, savollaringizni bering. Video yoqqan bo'lsa like bosing, ulashing qimordan qiynalib yurgan insonlarga, ularning yaqinlariga ulashing videoni. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Keyingi video siz haqingizda bo'lishi mumkin. Videomiz sifatli bo'lishi uchun yangi video kameraga pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.